Bu hech narsa emas. Hop yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turtib yubordi. Ya'ni tark etmoqda 10 kishi bo'lib qoldik. Bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti? Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Islom Ismoilov o'zing uyog'iga javob beradi. Ko'z yoshlari bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ha, Nurbek. Raqibda imkoniyat. Jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqari deydi. Endi bunisi ko'p. Nima bu do'stlar? So'nggi umid goli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Bu Saymurodov. Hozir pressing qilishyapti yigitlar. Aziz to'rt burchak ishlari. Hali ham penalti. Ibragimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya. Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash! Gol! Hasanovni butun dunyo ko'ryapti.